Opajon, biz yangi uyga ko'chadigan bo'ldik, ukangiz ham rozi berdilar. Voy yo'q, Yangi rostdanmi? uy ham topib qo'ydim, arzon narxda. Voy muncha zo'r, молодецlar. Kichkina-ku, oyijon bilan bittajon ham bo'lating bo'ldi. Bitta turing qarata choy damlab keling, birga ichamiz. Ha, davlat keling. Alo oyijon, keliningiz bilan o'g'lingiz boshqa uyga chiqib ketmoqchi ekan. Men haligacha qaynonam bilan birga yashayman. Ular ham sizni xizmatingizni qilib yursin. O'g'lingizga telefon qilib gapiring. Voy kenayi, kirlaringiz haligacha yuvilmabdi-ku. Kirmoshnamiz buzilganda akangizga aytdim, yangisini olamiz. Voy muncha zo'r. Qo'llaringiz uxlab yursangiz bo'lmaydimi? Quriydi-da, qo'lim To'g'ri qilasiz, to'g'ri qilasiz. Olish kerak. Alo oyi, kirmashina olmoqchimisizlar? Men haligacha kiyimlarimni o'zim qo'limda yuvaman. Keliningizdan qo'lida yuvsin. O'g'lingizga aytib qo'ying. Kenayi, qish kelmasdan yangi palto oldingizlarmi? Akangizga berdilar. Muncha zo'r. Ulgurmabman-da. Kenayi, xolodilniklaringizga hech narsa yo'q-ku? Bugun akangiz bilan restoranga bormoqchi edik-da, shuning uchun hech narsa olmadik. Aslida endi romantika o'tirish kerak-ku. To'g'ri, bizlarniki hech qilmagan, biz romantika. To'g'ri, qilish kerak, bo'lish kerak. Rahmat. Alo oyi, keliningizlar bugun kechga restoranga ketar ekan. Men bugun kechga bolalarimni olib kelmoqchi edim. Nima so'qimi deysizlarmi bolalarimni? Ha, ayting o'g'lingizga. Ha, kino nima bo'ldi? Hozir akangiz telefon qilib hamma narsani o'tkazib berdilar. Boshqa uyga ko'chmaymiz, restoranga bormaymiz, kirmoshina olmaymiz dedi. Voy, nimaga? Opajon, balkim o'zingiz telefon qilasiz. Voy, meni gapimni ular quloq solmaydi.